Bugun shodiyona, bugun tantana. Bugun men kutgan eng yaxshi sana. Bugun mendan baxtli kimsa yo'q yana. Tavallud ayyomingiz muborak ona. Assalomu alaykum yaxshilardan-da yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronalik onlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda. Va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Allo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Malikaxon hoji onamiz bilan bog'landimmi? Ha? Xayrli kunlar bo'lsin onajonim, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat, ta'ziyaningiz sog' bo'lsin. Rahmat, kattakon onajonim, sizni bugungi tavallud ayyominga, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Ayni damda sizni dil izhorim loyihasida tug'ilgan kun tabriklaridan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Rahmat. Onajonim, bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz orasidan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Kim yuborgan bo'lishi mumkin? Rahmat. Nevara-chevaralarim ko'p, qizlarim ko'p, jo'natgan turibdi bittasi. Mashallah, albatta. Sizni jonlaridan-da ortig'i yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas, mehribon, jannatlarga yo'lak bo'lguvchi qizlaringiz Anoraxon opa, Kamolaxon opa, Yulduzxon opa va nabirangiz Rayhonaxon opalar nomidan kelibdi. Rahmat. Onajonim, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli, rahmat qizim, rahmat, tanjaningiz sog' bo'lsin. Rahmat, kattakon, minnatdorman. Assalomu alaykum, munisam, mehribonam, uyimizning farishtasi, jannatim, mehrga minnatlar qo'shmaganim, ikki dunyosi ham aziz insonim, farishtonajonim. Sizni bugungi tavallud ayyominga, shukronalik kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ona, mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarash, sizga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mo'y qalam naqqosh, suratingiz chizardim berib ming sayqal. Onam haqida qancha ko'p gapirsak ham shuncha oz. Ona, siz haqingizda gapirar ekanman, chamanda tentirab yurgan rassomday sizning tasviringizga so'z axtaraman. Lekin qalam ojiz, so'zlar esa kamlik qilaveradi. Onajonim, bugun sizga qalbimdagi dil izhorlarimni aytolmayotgan gaplarimni ushbu loyiha orqali yetkazmoqchiman. Har doim sizga ko'p gaplarimni aytkim keladi, lekin aytolmayman. Sababi sizga ta'rif keltirmoqchi bo'lsam yoki-da yaxshi ko'rishimni aytmoqchi bo'lsam, o'zimni yig'idan to'xtata olmayman. Mehribonim, jannat bo'yli Rayhonim onam. Meni bu dunyoga keltirib, oq yuvib, oq tarab, o'zingiz yemay yedirib, ichmay ichirib, kiymay kiydirganingiz uchun mingdan ming rahmatlar aytaman. Allohim rozi bo'lsin sizdan. Hamisha biz farzandlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Bahoriy kayfiyat va go'zallik aslo tark etmasin. Mehribonim, sizning biz farzandlaringiz uchun o'tkazgan har bir soniyangizni Allohim o'z ajri bilan mukofotlasin. Farzandim, zurriyotim deb qilgan gunoh ma'siyatlaringizni Allohim o'zi kechirsin. Onajonim, yaxshiyam hayotimda borsiz. Yaxshiyamki sizning farzandingiz bo'lib dunyoga kelganman. Kezi kelganda bola bo'lma yoshlik qilib qalbingizga ozor bergan bo'lsam, dilozorlik qilgan bo'lsam bizni kechiring. Onajonim, siz bizga Alloh inom etgan eng bebaho boyligimizsiz. Siz dunyodagi eng sabrli, matonatli ayolsiz. Onajonim, sizni dunyolarcha yaxshi ko'ramiz. Ilohim dunyo turguncha baxtimizga yonimizda turib, duogo'yimiz, maslahatgo'yimiz bo'lib yurishlik nasib qilsin. Boshim qo'yay bugun xoki poyingizga, qalbim to'la mehri daryo soyingizga. Mehribonim, tanhogina jonajonim, boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngi solingizdan,
ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan, aylanay men bolam degan tilingizdan. Boringizga shukr ona, boringizga. Baxtimsiz sizni qilay men humolarni. Rostligim siz yuzi qursin ro'yolarni. Allangizga alishmayman dunyolarni. Boringizga shukr ona, boringizga deya ajoyib bo'lgan o'zlarini, dalistxonlarning she'riy maktublarini aynan siz uchun mehribon farzandlaringiz yo'llab o'tibdilar. Onajonim, sizni ham farzandlaringiz uchun duolaringiz, samimiy tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Rahmat. Mana shunday mehrli, mehribon, jonkuyar, mehribon farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib, bugungi shukronali kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling onajon, Allohga omonatsiz. Rahmat. Sizga ham rahmat. Onam bor, yuzlari gul-gul, ko'zlari chiroyli, sochlari uzun. Nimalar qilmadi axir men uchun, ey hayot onamni qaritmay turgin. Menda ham orzular bo'yimdan baland, xohlayman onamni qilishni xursand. Yo'qchilik ozgina beryapti-da pand, ey hayot onamni qaritmay turgin. Ro'zg'orim tashvishi eng katta g'amdur, unisin to'ldirsam bunisi kamdur. Noliganim yo'q, Xudoga hamdur, ey hayot onamni qaritmay turgin. Duolar qilasiz boshimni silab, Xudodan erta kech omadim so'rab, farzandlik haqqimni olguncha to'lab, ey hayot onamni qaritmay turgin. Kuniga oldim gulmon, cho'ntagimga ko'ylak keldi-da malon. Ishlarimga ozgina kelguncha baror, ey hayot onamni qaritmay turgin. Mehribonim onam havodir yutib, uxlamay o'tiras yo'limni kutib. Men ham nimadur qilib siz uchun hajga olib boray qo'lingizdan tutib. Ro'zg'orim tashvishi eng katta g'amdur, unisin to'ldirsam bunisi kamdur. Noliganim yo'q, Xudoga hamdur, ey hayot onamni qaritmay turgin. Duolar qilasiz boshimni silab, Xudodan erta kech omadim so'rab, farzandlik haqqimni olguncha to'lab, ey hayot onamni qaritmay turgin. Onajonginam, mehribonginam, onajonginam, mehribonim siz ona.